Uf, bu yer issiqmi yoki faqat menga shunday tuyulyaptimi? Agar o'zingizga hech shu savolni bergan bo'lsangiz, ehtimol perimenopauza, menopauzaga o'tish davrini boshdan kechirayotgan bo'lishingiz mumkin. Menopauza bu 1 yil davomida hayz ko'rmaslik deb ta'riflanadi. Ammo ko'p ayollar bu davrga kirganliklarini anglamaydilar. Perimenopauza menopauzadan oldingi bosqich bo'lib, u uzoq vaqt, ba'zan 6 yildan 10 yilgacha davom etishi mumkin. Bu davrda hayz ko'rishi tartibsiz bo'lib qoladi. Shuningdek, tana haroratining ko'tarilishi, tunda terlash, uyqu muammolari va kayfiyatning o'zgarishi kabi turli alomatlar paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, jinsiy maylning pasayishi, jinsiy a'zoning qurishi va jinsiy aloqada noqulaylik kabi alomatlar ham uchrab turadi. Afsuski, ko'plab ayollar menopauza haqida yetarli ma'lumot va bilimga ega emaslar. Bu esa menopauza davriga o'tishni yanada qiyinlashtiradi. Buni sabablaridan biri shundaki, menopauza ayollarda turli yoshda sodir bo'ladi. 45 yoshdan keyin boshlanishi bu norma bo'lsa-da, perimenopauza 35 yoshdan boshlanishi ham mumkin. Biroq ko'pincha ayollar o'z shifokorlaridan bunday ma'lumotni ololmaydilar va bu davrda nimalar bo'lishi mumkinligini bilmay qoladilar. Ba'zi ayollar menopauzani deyarli alomatlarsiz o'tkazadilar. Boshqalarda esa turli xildagi belgilarni kuzatish mumkin. Shu sababdan salomatlikka oid ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish bu davr o'tishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Med 36 uchun siz bilan doktor Said Kamilovich.